Navbatdagi kommentariyamiz. Sal chegirma qilinglar. Pensionerlarga iltimos, minimal pensiya olaman menimcha, pensiya olaman. Uning uchun 7 oy yemay, ichmay pul yig'ishim kerak. Har xil svechalar mazlardan charchadim. Bilaman, sizlarga farqi yo'q. Endi bu nima ahvol? Sizda kamchilik bo'ladigan bo'lsa, pulingiz yetmaydigan bo'lsa, bu uchun kommentariyada o'zingizni kamsitilgandek his qilib bizga yozishingiz shart emas. Mahalla qiyqiryapti. Siz o'z mahallangizga uchraysiz. Mana shunaqa kam ta'minlanganlarga ajratilgan fondlar bor. Bizani ham klinikamizga masalan kimlardir qilgan ehsonlar bor. Ulardan ham imkon darajasida kasallarga berib, foydalanib, ularni o'shaning operatsiyasi uchun pulini qoplaymiz. Sizga ham maslahatim shunday. U narsalar o'sha fond orqali kelasiz, davlat to'lab beradi yoki bizga kelganingizda bizda bor bo'lsa imkon darajasida qoplab beriladigan qismini qoplab beramiz. Faqat yana iltimos, sizni qiynalganingiz uchun boshqalar aybdor emas. Oxirida bu gap ortiqcha. Bilaman sizlarga farqi yo'q deyish kerak emas. Iltimos, shunchaki odamlarni ham to'g'ri qabul qilib, ular bilan to'g'ri muomala qiling. Ular sizni qaysidir yetishmovchiligingiz uchun aybdor emas. Keling, yordam beramiz yoki o'zingizdagi o'sha mahalla fuqarolar yig'iniga, o'sha komitetiga uchrang. Ular qanaqadir qog'oz tayyorlab beradi, bizga olib kelasiz, biz qilib beramiz. Hech qanday muammosi yo'q. O'zingizni asrang, sog'lig'ingizni asrang, asablarni, asabingni asrash kerak. Sizlar bilan proktolog Shermuhammad Sheraliyevich.